Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida Uyg'ur qarindoshlar qanday yaxshi turiblarmi? Ovozimni olgan qarindoshlarim, salomimni qabul qilgan qarindoshlarim. Xafaolmay videoni taqdim qo'yinglar inshaalloh. Bugun deydigan bir qancha masala bor. Uyg'ur qarindoshlarimiz xat yozibdi. Facebooklarda u yerdan menga xat kelganlar bo'ldi. Xat yozganlar ichida nimaga Amerikaniki qonun loyihasiga nima bo'lib ketdi degan bir masala ustida ozroq to'xtalib o'tmoqchiman. Qonun loyihasiga hech nima bo'lmadi qarindoshlar. Hozir qonun loyihasi davom bo'lib o'tadi. Hozir o'zinglar bilgandek 2 haftalik impeachment deymiz. Donald Trumpni bu demokratlar taxtidan haydash uchun impeachment, ya'ni Donald Trumpni prezidentlikdan ilib tashlash uchun hozir hukumatda bir ishlar bo'layotganligi uchun 2 haftalik bir vaqt bor o'tirdi. Bu vaqtning ichida ham Uyg'urlarningki belirg'an nisbatan hech qanchalik bir ish qilib bo'lmaydi Kongressda. O'tgan hafta Amerika Uyg'ur birlashmasidan Alfidar va Tumaris bir guruh tashkillab berib, Nancy Pelosi xonimningki o'ziningki yordamchisi bilan ko'rishib kelibdi. Ko'rishganda ba'zi ulardan bergan maslahatlar bor ekanimdi inshaalloh. Bizning mayar studiyamizningki sal ovoz masalasi bo'lib chataqib qilib, bularni chaqirmay qoldim. Xudoyim bir kelibdi. Amerika Uyg'ur birlashmasidan Alfidarni yoki Tumaris kelsa Tumarisni chaqirib mishada. O'tgan haftada bular ko'rishgan, Nancy Pelosi xonim bilan ko'rishgandan keyingi ularningki suhbat xotirasi, anondan keyin Uyg'urlarga qanday ishlarni tavsiya qildi, Amerikadagi Uyg'urlar, dunyodagi Uyg'urlar bu qonun loyihasi haqida qanday ishlarni ilib berish kerak deganda bir maslahatini beribdi. Shu maslahatini inshaalloh Alfidarlar kelib, men oldimizga kelibdi. Men studiyoningki ovozini o'shib olsak, kelib anlatadi qarindoshlar. Anondan keyin yana bir masala. Bu qonun loyihasini men hamma narsani bilib ketmayman qarindoshlarim. Uchuq bilgan bilmayman, bilmaydigan bilmayman deyman. U bu nomusqidek ish emas. Qonun loyihasini bilmayman men qarindoshlar. O to'g'riliq meningki ish qanday bir azroq bilaman, lekin sizlarga gapirgandek ish qanday bilaman, tajribam bilimim yo'q. Shu vajdan bu ishni bizdan mendan obdan biladigan Amerikadagi Uyg'urlarning ichida belki belgilik saviyada eng yuqori darajada biladigan deb o'ylayman hamda. O'zi bir qonunshunos advokat bo'lgandan keyin advokat Nuriy Turkal apandim ma'qul bo'ldi. Kelabda yana Nuriy Turkal apandimni akilib, bu qonun loyihasiga nima bilmaydigan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Ancha-muncha bir mishada shuni anlatib bir biz mishada yeni bir program ishlamoqchi. Shu vaqtida qarindoshlar, savolinglar bo'lsa, bu qonun loyihasi o'tamdi, o'tmamdi, o'zsinim bo'ldi, o'tmisnim bo'ldi degandek gaplarda qarindoshlarimiz shu vaqtdagi savollarni tayyorlab qo'yinglar. Nuriy Turkal apandimga so'ranglar, men mishaga akilman xudoyim buyursa, anandan keyin mishada bu ishlarni tortishimiz qarindoshlar. Endi qonun loyihasi to'g'riliq men o'zimniki o'ylaganlarimni deb o'tay. Qarindoshlarim, Uyg'ur xalqimiz yana umidni insonlarga, boshqalarga, davlatlarga, tashkilotlarga, siyosiylarga, pullarga, dollarlarga, bunun bog'lamanglar qarindoshlar. Men o'zim bakmu taqvo muborak odam emas, ammo men umrimda qachonki bir inson bolasiga, bir odam bolasiga, bir davlatga, bir siyosatchiga o'zim umidimni bog'ilgan vaqtimda Alloh shu vaqtida meningki xatoligimni yuzimga urdi. Men intayin pushaymon qildim mushkamgacha qarindoshlarim. Bu biz har kuni namoz o'qigan vaqtimizda iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in deymiz. Ya Rabbi, faqat sendan yordam tilaymiz. Faqat sanglam ibodat qilamiz deymiz qarindoshlar. Albatta, bir musulmon bo'lishimiz bilan qo'limizdan kelishicha vatanimiz uchun kurash qilishimiz kerak. Qo'limizdan kelishicha qonun loyihasini o'tkazishimiz kerak. Ammo bu qonun loyihasi o'tgan bilan Uyg'urlarga mustaqillik kelmaydi. Bu qonun loyihasi o'ssa, olam qilib o'tmaydi. Bu qonun loyihasi o'tib qolsa, hozirlan lagerlarni taqablam qilib o'tmaydi qarindoshlar. Shunga qarindoshlarimiz, umidni qonun loyihasiga bog'lamanglar. Umidni Amerikaga bog'lamanglar. Umidni o'zinglarga bog'lamanglar. Umidni bir Allohga bog'langlar qarindoshlar. Alloh bizni yo'qdan bor qilgan. Kun fayakun. Bo'ldisi bo'ladi, bo'lmadisi bo'lmaydi. Qarindoshlarimizni qutuldirmizsa, Alloh o'zi qutuldirdi. Ammo biz dunyoni qoyil qilishga tirishayotimiz. Uyg'ur masalasi haqida. Uyg'urlarga ish chaqirsin, Uyg'urlarni qutuldirib qo'ysin, never again deb bir gaplar bor masalan. Ikkinchi dunyo urushida Yahudilarni qatlam qilgan vaqtida, voy biz bilmabdimiz, voy bu uqmabdimiz, never again degan gap, bundan keyin asla bundoq yuz bergizmaymiz degan va'dasi qarindoshlar. Shuni unutib qolmanglar. Shu never again bundoq ishning yuz berishiga asla yo'l qo'ymaymiz degan siyosilar, insonlar, tarixiy insonlar ölüp tügüdü o insanlar.
Hozir dunyoda yashayotgan insonlar, u never again degan insonlar bilan o'xshash insonlar emas. Suriyada insonlar o'lyapti, dunyoning hamma yerida, Myanmarda odamlar o'lyapti, hamma yerda qirg'inchilik bo'lyapti qarindoshlar. U dunyoning bizga ish og'rib, voy ma bichar Uyg'urlarga biz yordam qo'yadigan bir dunyo yo'q hozir. Qarindoshlarim, shunga umidni kimga olaymiz? Umidni bir Allohga olaymiz qarindoshlar. Ikkinchidan, biz o'zimizning nafsini qoyil qilmay turib, dunyoning nafsini qoyil qilmaymiz. Biz şu qonun loyihasini qalbimizni o'tkazmay turib, dunyoning ko'nglini o'tkazolmaymiz. Amerikada agar qonun loyihasi o'tgan taqdirdami, agar vatanni suyish, millatni suyish, vatan millat uchun qurbonlik berish ruhi ma qalbingizdan, yuragingizdan o'qilib o'tmagan vaqtida nim foydasi yo'q qonun loyihasidinki? O haqasın öyde otlasın nim foydasi qonun loyihasidinki? Qaysi bir Uyg'ur mening 24 soat vaqtim bor ekan bir kunda, ma 24 soatning 6 soatini uxlasam, 2 soat tomoq yesam, 1 soat ibodat qilsam, 6 soat ishlasam, ondan keyin ishib qolgan vaqtimni hech bo'lmaganda, hey, men vatan uchun 2 soat ortiq ubrayda 100 qo'y pulni ortiq tepib, men Uyg'urlar uchun iyona qilaman. Ha? Men bu yerda tomoq etib Uyg'urlar oldin qilib ishlatganlarga avat berman. Yoki bo'lsa men shu ingliz bilmaydiganlarga ingliz dars berman. Yoki bo'lsa falonchi bir narsa uqmaydigan men shunga yordam qilaman. Yoki bo'lsa falonchiga mablag' silib Uyg'urlarning iqtisodini gullantirman degan qancha Uyg'ur bor dunyoda hozir. O bu qonun loyihasiga olib qo'yib bütün gunohni, bütün yukni qonun loyihasiga otib qo'yib, ham o'zimiz o'tiramdimiz bu yerda. Qarindoshlarimiz, shuni unutib qolmanglar. Uyg'urlar bir Alloh, ondan keyin Uyg'urlar qutuldirdi. Dunyoga umid bog'lamanglar, qonun loyihasiga ibodat qilmanglar. Biz la ilaha illalloh deymiz-ku, qonun loyihasiga ibodat qilmanglar qarindoshlar. Shunga biz qo'limizdan kelishicha inshaalloh bu qonun loyihasi o'tidi Xudoyim bilsa. Orasidagi ba'zi eksportga munosabatlik Amerikaning iqtisodiga ta'sir etadigan ba'zi ishlar bor qarindoshlar. Bularni hal qilib bo'lgandan keyin hozir bu qonun loyihasini o'tidi deydi. Simvollik o'sim o'tidi. Ammo bu o'tgan bilan bütün dünyadaki bizim erkeklerimiz, kızlarımız, yigitlerimiz yotqandan çıkmay yatsa bu qonun loyihasi o'simi o'tmismi baribir qarindoshlar. Shunga mening sizlarga deydiganim, sizlardan talab qilganim, sizlar dasturib men vatan uchun kunda 1 soat ishlayman, oyda bir kun ishlayman, yoki bo'lsa haftada bir kun ishlayman. Men oyda $100 vatan uchun iyona qilaman, yoki bo'lsa munda ish qilaman deydigan, munda bir tarozi to'xtaydigan ishlarni o'lchiga bildigan. Vaqirab China Life People died deb Xitoyning kompartiyasininki konsul xasligi vaqirab berish oson. Yanchiqdan pul chiqarib berish tas qarindoshlar. O'zimizning nafsidan voz kechib, o'zimiz yaxshi ko'radigan narsalarni vatan uchun xarjlash tas. Biz nimani yaxshi ko'ramiz bu dunyoda hozirgi kapalasin? Pulni yaxshi ko'ramiz. Vaqtmi pul, zamonmi pul, hamma narsa pul. Nafsimizning, o'zimizning to'nglatqusidan, o'zimizning qonidan, o'zimizning chapanlaridan sıkınıp berib, aşını xərcləmək, vətən üçün xərclərsək, anandaki şu ötken qanun layihəsininki Uyğurlar bir faydası oldu qarindoshlar. Bu bir məsələ, meninki qanun layihəsiga nisbətən köz qarışım. Mən bunu dəb qoyay, sizlər bir iş qılmay turub bu qanun layihəsi özümə faydası yox qarindoshlar. Həmminglar dəst turub Xitay Kompartiyası qarşı köraş qilishinglar kerak Uyğurlarni qutuldirish uchun. Üçüncü məsələ nima qarindoshlar degan vaqtida, üçüncü məsələ bu koronavirus vaqasi. Hamdi Hazreti Musa'nınki davrda bu xalqini ketkizib etgan qo'yib bergan deb Hazreti Musa nido qilgan vaqtida Firavun yo'g'onchilik qilib qilgandan keyin andan keyin Xudoyim mushlarga shunday baloyi ofatlarni avatgan. Chekatga olib bo'lgan, viruslar bo'lgan, bolalari o'lgan, bir much ishlar bo'lgan qarindoshlar. Hamda bu Xitoy dunyoning eng qudratli davlatini hamda bir virus vaqasi urdi. Bu urgan vaqtida biz Uyg'urlar nima qilishimiz kerak degan vaqtida ma Türkiye'de Arslan'da bir qarindoshimiz var. Hey, 1 yilning yog'zi, 2 yilning yog'zi, shu Adil Mejit tutilib ketgan vaqtida dasturib Adil Mejit deb shu oxiri shu odamni qo'yib berdi. Shu kuy o'g'lininki shuningda to'kpisi var. U odam men qildim demaydi, lekin shu bolaning to'kpisi var. Shuning bilan ham qolmay, TRT bo'lsin, Al Jazeera bo'lsin, boshqa kanallar bo'lsin, mayli Twitter'da bo'lsin, qo'lidan kelishicha 2 yilning yog'zi ko'rash qilyotdi. Ammo shu bolaning degan bir gapi var. Qarindoshlar, irqchilik qilmayli. İrqchilik islomda yo'q narsa. Men musulmon. Men garchi gunohkor bo'lsam-mu, ojizona bir musulmon bo'lsam-mu, hech qachonda men irqchilik qilmayman qarindoshlar. Irqchilik gunoh. U yerda bu Xitoylarni bu virus uribdi qarindoshlar. Buni tantana qilgandan keyin, "Voy Alloh baloni versin, ajab yaxshi bo'pti, xo'p bo'pti" degandan keyin ma'u dunyoda Uyg'urlarga nima foydasi bor? Sizlar menga dapiranglar-chi. Foydasi nima? Menga dapiranglar. Aş tentani qilayotganlar, kunda shaparan sho'rib chiqayotganlarning ki, hamda buningki Uyg'ur millatiga nima foydasi bor deb turanglar. Men tushunamadim. Shaparan sho'rib chiqishning Uyg'ur millatiga nima foydasi bor? O'zingizning achchig'ini chiqarib bilan bo'ldimi shu?
Qarindoshlar, biz achchig'imizni chiqarishdan Xitoylarga jingda to'xtaydigan, taroziga to'xtaydigan zarba berishimiz kerak. O hissiyatimizni do'ng'aytib qo'ygan bilan uning bir Xitoyga ziyni bo'lmasa, buning hech qanday Uyg'ur millatiga foydasi yo'q. Siz vatan uchun bir ish qilgan vaqtingizda o'zingizdan so'rang. Bu ishninki birinchisi vatan uchun, millat uchun taroziga to'xtaydiganga bir foydasi bormi? Bir dollarlik foydasi bormi? Bor bo'lsa, ikkinchisi Xitoy kompartiyasiga ziyni bormi yo'qmi? Shuni so'rang. O Xitoylarni kamsitib, xo'p bo'pti, baland bo'pti, obdan bo'pti deb ingliz tillasangiz, bütün dünya hesdaşlık kılıvatıdı Xitayga. Çünkü insan avam için bu bakvallar var, ayallar var, başka insanlar var, başka milletler var, qarindoshlar. Bunu bunda qilsanglar, acayip bir qalaq milletken ma deydi o haqlar. Oy bu tantana qildigan ish emas. Bu virus bizning vatanga yetib berish mumkin. Bu virus atugin jazo lageriga berish mumkin. Shu virus taqilgan vaqtida tantana qilishning o'rniga, shaparang sho'rpisi chiqarib millatni qustirib o'tishning o'rniga munda qilsa qiladi qarindoshlar. Xitoylarga taroziga to'xtaydigan Xitoy kompartiyasiga beradigan zarbimiz nima bo'ldi degan vaqtida Xitoylarning iqtisodiy zarba berishimiz kerak. Qanday zarba beramiz? Turkiya, Yevropa, Avstraliya, Amerika, Kanada, bütün Uyg'urlar, hech kim Xitoy kompartiyasini Uyg'urlar tunigandek tunimaydi. Biz qandaq insonlar, biz Xitoy kompartiyasining mutaxassislari. Başka milletler bu Xitoy kompartiyasının yağan gaplarga anlap aldınıp gidiyor. Ama biz aldanmayımız, 70 yılın yağız aldınıp atılımız. Biz şunu bilimiz. Bilgen boğaşka biz tercümanlık qilishimiz kerak. Saris vaqasiga o'xshash 30 ming odam o'lsa, voy 3 odam o'ldi desa, bular qarab o'tirib, "Ha 3 odam o'libdi" deydi qarindoshlar. 3 ming odamga yuqibdi desa, qarab o'tmaymiz. Yo'q, bu Xitoy 3 ming odamga yuqibdi degan bo'lsa, balkim 3 million odamga yuqqan bo'lishi mumkin deb biz butun dunyoga anglashimiz kerak buni. Mushuning o'zi shu virusdan foydalanib millatimizga qilgan xizmatimiz bo'ldi. Dunyo insoniyatga qilgan xizmatimiz bo'ldi qarindoshlar. Qanday qilamiz? Xitoylarga bütün Amerika'dan uçuşlar, Avrupa'dan uçuşlar, Türkiye'den uçuşlar özümüz anlaşmamız gerek. Hükümetke besim kılışımız gerek. Halk anlaşmamız gerek. Şu halk hükümetke besim kılgan vaqtida, ananınki hükümet ananınki ne? Ma aeroplanın uçuşunu to'xtatdi degan vaqtida Xitoyninki kirib chiqish bütün aloqasini dunyo bilan kesgan vaqtimizda qanday bo'ladi? Xi Jinping degan mantining pisi qiraydi. Xitoy kompartiyasining pisi qiraydi. Iqtisodiy vayron bo'ladi. Saqchilarninki maoshini berolmaydi. Askerlerinin maaşını verenmeydi, ahir siyasi qo'zg'olon qilamdi. Xi Jinping açık o'zi aytayotgan nimcha aytamiz bizniki. Bizning qo'limizdan kelgan ishimiz. Hozir butun dunyo miqyosida mushu koronavirus vaqasining vaqtimizda mushundaq bir vaziyatda dunyoga Xitoy kompartiyasining qazobligini, yog'onchiligini, ular bergan sansiflarning hech qaysiga ishonmasligimiz kerakligini dunyoga anlatib, dunyoni Xitoylarni ayirishimiz kerak. Xitoy kompartiyasini, Xitoy davlatini, Xitoy davlatining o'zini, shu Jungo degan davlatni yer sharda karantinaga olishimiz kerak. Bir kapsulni ishig'ilib, o'shay solab qo'yishimiz kerak qarindoshlar. Shuningki, anandikin bir Xitoy ziyni bor. Agar Xitoylarga ziyon bergingiz bo'lsa, agar Xitoy kompartiyasining uchingiz og'il bo'lsa, u yerga chiqib sosyal medyada obdan bo'pti, balan bo'pti, Alloh baloni bersin deb kundi shaparan sho'rpisi chiqarmay qarindoshlar, mushundaq ishlarga markazlashtiraylik. Arslan Hidoyatning qilgan gapini hech qaysi xato emas. Men 100% qo'llayman Arslanninki gapini. Qanday gap bormi? Okey, xapimanglar bolalar, sal hayajonlanib ketib qoldim. İnşallah ma videoni bir taqib qo'ygan bo'lsanglar, men bugun shunchaki qilay qarindoshlarim. Alloh rozi bo'lsin. İnşallah kela hafta Elfidar bilan Nuri Turkal kelsa inşallah bir şeyde suallarınlar bo'lsa, anlab, mayli bu qonun loyihasi bo'lsin, mayli bu boshqa voqealar bo'lsin, buni yaxshi so'rayinglar inşallah. Anındakin eng oxir deydiganim qarindoshlar, qonun loyihasi o'tsa, o'tmasa, siz yotqandan chiqmay, yotsangiz buning hech qanday foydasi yo'q. Uyg'urlar umumyuzlik yer sharida har bir Uyg'ur, har olgan nafsini, har bergan nafsini Xitoy kompartiyasi qarshi etish kerak qarindoshlar. Allohga emanet, taqib qo'yasizlar. Ma'qul, xo'sh.